Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Vexcraft va bugun Minecraft qanday qilib o'zbekcha qilish. Mana endi play settings, hammasi inglizcha. Mana biz bu settings ustiga bosamiz. Va bunun ustiga bosamiz. Mana ustiga bosamiz. Endi o'tkazib hozir. O'zbek tili aktivlashtiramiz va chiqib ketamiz. Ko'p vaqt olmaydi, telefon xotirasiga qarab shuncha uzoq bo'ladi. Meni xotiram ko'p. Bo'ladi. Va yana o'sha setting ustiga bosamiz. Setting. Va eng oxiriga bosamiz. O'tkazib mana o'zbek tili. Va chiqib ketamiz. Tayyor mana o'ynang sozlamalar, bozor kiyinish xonasi. Mana o'ynang bosamiz. Mana yangi yarating, hammasi o'zbekcha. Sizlar bilan Vexcraft bo'ldi va xayr.